Global iqlim o'zgarishi, atmosferaga chiqayotgan zararli moddalar tufayli dunyoning ko'plab hududlarida, xususan poytaxtimizda ham havo ifloslanishi holati kuzatilmoqda. Ayni kunlarda mazkur changlanish oqibatlarini kamaytirish borasida harakatlar davom etyapti. Bunday vaziyatda aholi, ayniqsa bolalar salomatligini asrash eng muhim masalaga aylanadi. Xo'sh, shifokorlar changli ob-havoda amal qilish uchun qanday tavsiyalar berishadi? Muxbirimiz mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldi. Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deyishadi. Bu naqlni isrof qilingan har narsa misolida anglash mumkin. Ayni paytda dunyoning qator mamlakatlarida, jumladan poytaxtimizda kuzatilayotgan vaziyat bizga yana bir haqiqatni eslatmoqda. Bu ham bo'lsa, tabiat bilan uyg'un yashash, unga moslashish va o'z sog'ligimizga mas'uliyat bilan qarash. Buning uchun esa shifokorlar quyidagi ehtiyot choralarini ko'rishni tavsiya qilishadi. Zarur bo'lmasa tashqariga chiqmaslik va tashqariga chiqqan holatlarda maxsus, ya'ni filtrli N95 yoki 97 maskani foydalanish va tashqariga chiqib kelgandan keyin og'iz va burun bo'shlig'ini suvda, oqar suvda yoki natriy xlorda tuzli eritmada yuvish, havoni namlantiruvchi maxsus apparatlar yoki o'sha havo tozalagichlardan foydalanish va oynani zich holatda yopish va tong saharga yaqin shamollatish tavsiyalari beriladi. Bunday vaziyatda sog'liqni asrash bu faqat shaxsiy ehtiyot choralari emas, balki jamiyat oldidagi mas'uliyat hamdir. Negaki mayda zarracha kabi tuyulgan chang aslida katta muammolarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Bu allergik reaksiyalar, yuqori nafas yo'llari, allergik bronxitlarga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu surunkali yurak-qon tomir kasalliklari bor bemorlarda ham yurak-qon tomir kasalligini, ya'ni rivojlanishiga, uni avj olishiga turtki berishi mumkin. Yuqori nafas yo'llarining surunkali kasalliklari, aspergilloz, infeksion kasalliklar va o'pka fibroziga ham, ba'zan bu onkologik kasalliklarni ham uchrashishiga oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham surunkali nafas yo'llari kasalliklari bor bemorlar, ayniqsa homilador ayollar va bolalar tashqarida chang havoda uzoq vaqt davomida yurishi mumkin emas. Shuningdek, bunday vaziyatda mutaxassislar ko'proq suyuqlik, ayniqsa ko'k choy yoki namatak damlamalarni ichishni, yog'li, qovurilgan, dudlangan, tuzlangan yoki achchiq sho'r mahsulotlarni cheklashni tavsiya qilishadi. Yuqoridagi tavsiyalarga amal qilish orqali o'zingiz va yaqinlaringizning salomatligini asrashga hissa qo'shgan bo'lasiz. Aytgancha, ekologiyamizni yaxshilash ham barchamizning birdek harakat qilishimizga bog'liq.